Ayol mehr va matonat timsoli. U nafaqat oilada, balki jamiyatning barcha sohalarida ham o'z o'rniga ega. Ayol har qanday sohada samarali mehnat qilib, mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Yuqori natijalarga erisha oladi. Ular sabr toqati, bilim va salohiyati bilan yurt taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelishmoqda. Shunday fidoyi ayollarimizdan biri Markaziy sinov laboratoriyasi Samarqand viloyati hududiy filialida 42 yildan buyon mehnat qilib kelayotgan Kushoda opadir. Kushoda opa o'z hayotini avtomobil yo'llari sohasiga bag'ishlagan. U kishi butun mehnat faoliyatini aynan avtomobil yo'llarini sinovdan o'tkazish laboratoriyasida olib borgan. Yo'l qurilishida qo'llaniladigan materiallar sifatini tekshirish, namunalarni tahlil qilish va xulosa berish jarayonlarida ko'p yillar davomida faol ishtirok etgan. Kushoda opa ko'p yillik tajribasi, kasbiga sadoqati bilan jamoa orasida katta hurmat qozongan. Har bir laboratoriya sinovida uning sergakligi va halol mehnati yaqqol namoyon bo'ladi. Yosh mutaxassislar uchun Kushoda opa nafaqat ustoz, balki haqiqiy ibrat namunasidir. Maktabni bitirib, texnikumga o'qishga kirdim. O'qishda 2 yil texnikum bitirib, o'sha vaqtda o'ziga bitirganimda shu Jomboy asfalt zavodiga ishga kirdim. Birinchi ish kunlarimiz asosan qum tekshirishlar bilan boshladik. Shu bizga o'rgatib, qanday tekshirishlarni, goslar bo'yicha ishlashni o'rgatdi. Mana shu faqat gos bilan ishlash kerak, mana gos albatta oldimizga turish kerak. Shularni tushuntirdi. Bilgan taqdiringga ham, lekin gos olingan bo'lsin, o'sha gosga qarab ishla. Chunki yodlab olmaslik kerak gosni. Gosni tushunish kerak deb biz ustozlarimiz o'rgatgan. Shu bo'yicha mana qum shebinlarini tekshirdik. Mana zavodimiz bor edi, zavodga borib asfaltlar sifatlarini tekshirish, temperaturalarini tekshirish. Mana shu ishlardan biz asta-asta boshlaganman. Men faxrlanib aytaman, shu yo'llarni, shu tarkiblarni men qilib berganman degan vaqtlarim bo'ladi. Mana shu yo'lni tarkiblarini men qilib berganman. Mana shu yo'llarni biz qilganmiz deb xursand bo'lib aytaman. O'sha yuribka jarayonlariga ham o'zim qatnashganman, ayol kishi bo'lganim bilan. O'sha paytlar zamonaviy texnikalar yo'q edi. Qo'l mehnati edi hammasi. Mana shu boltalar bilan kerilni olardik. 20 ga 20, 30 ga 30 kerilni olib kelardik. Qiyin vaziyatlarga uchragan kunim juda ko'p bo'lgan. Zavodlarga borib turardik. Mana bu tutun shunaqalarga ishlardik. Даже bir xilla xo'jayinimga xotiningni pensiyaga chiqarib olsang bo'lmaydimi? Unaqa changlagan nima qiladi ishlab degan vaqtlar ham bo'lgan. Keyin yo'q, hali yaxshi kunlar keladi, hali yaxshi sharoitlarga ishlayman deb niyat qilganman o'sha vaqtlari. Shu bilan xo'jayinim ham qo'llab-quvvatlaganlar. Shu ishlab mana shu kungacha keldim, Xudoga shukr. Yaxshi laboratoriya sohasini to'g'risi o'zim yaxshi ko'raman. Hozir ham qiziqib, yaxshi ko'rib ishlayman. Boshqa sohani xayolimga keltirmaganman. Shu turmush o'rtog'im ham qarshilik qilmaganlar, qo'llab-quvvatlaganlar shu sohani tanlab, shu sohaga ishlashimga. Chunki o'zimizdan birga ishlaganimiz uchun. Farzandlarim 3 ta o'g'lim, bitta qizim bor. Shu farzandlarimni ham shu mehnat orqasidan, shu mana yo'l sohasini orqasidan turmush o'rtog'im bilan birgalikda mana hammasi oliy ma'lumotli. U katta farzandim ham shu yo'l sohasiga hozir faoliyat ko'rsatyapti. Oila bilan ish qiyinchiliklar bo'lgan, farzandlarim bari yosh bo'lgan. O'sha iloji boricha shu oilani ham ishni ham barobar olib borishga harakat qilganman. Markaziy sinov laboratoriyasi tashkil qilindi. Shu yerga meni taklif qilishdi. Hozir mana shu kungacha ishlab kelyapman. Sharoitlarimiz yaxshi, hamma sharoitlar qilingan. Mana yoshlarimiz kompyuterda ham mana bu texnikalar juda yaxshi tushunadi. Ulardan o'rgandim. Ular bilmaganini men bularga o'rgatdim. Shunaqa qilib biz ahil ishlab yuribmiz. Ular asosan yo'llarga chiqib ketadi. Mana yo'llarga toki mana bu asfaltga tayyorlash jarayonigacha ular tekshirib, bo'sh vaqtlari kelib turib yerga laboratoriyaga yordam qiladi ular ham. Yoshlarimizga maslahat beraman, shu qurilish sohasiga, mana yo'l sohasi laboratoriyalarga ishlashni maslahat beraman. Chunki bu kasb qiziqarli kasb. Masalan, yo'llarni ko'rsam, ravon yo'llarni ko'rsam, faxrlanaman, xursand bo'laman. Shu yo'llarga meni ham hissam bor deb xursand bo'laman shu yo'llarda. Bu laboratoriya ishi juda mas'uliyatli ish. Bunga bir mas'uliyat bilan yondashish kerak. Agar bir xatolik bo'lsa, shu tekshiruvlarimizni xato chiqarib yoki noto'g'ri bersak, xolisona ishlamasak, mana bu yo'limizga, o'zimizni mulkimiz desak ham bo'ladi, xiyonat qilgan bo'lamiz. Oilamni qo'llab-quvvatlaganliklari tufayli men shu darajaga yetdim. 42 yil mana ishlab, hali afsuslaganim yo'q. Men ishimdan
faxrlanaman.